O'zbekiston Respublikasi Harbiy prokuraturasi tashabbusi, Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi hamkorligida 21 oktyabr O'zbek tili bayrami kuni munosabati bilan mamlakatimiz bo'ylab jasorat sinflari o'quvchilari o'rtasida 2 bosqichli diktant tanlovi tashkil etildi. Farg'ona shahrida esa mazkur tanlovning viloyat bosqichi yuqori saviyada o'tkazildi. Unda viloyatning 19 ta shahar va tumanlaridagi jasorat sinflarida tahsil olayotgan dastlabki bosqichda g'olib deb topilgan iqtidorli o'quvchilar ishtirok etdilar. Tashkilotchilarning e'tirof etishicha, ushbu ma'naviy ma'rifiy tanlov yoshlarda vatanga muhabbat hamda vatanparvarlik tuyg'usini yuksaltirish, ona tiliga hurmat, davlat tili haqidagi bilimi va savodxonlikni oshirishni maqsad qilgan. Tanlovning final bosqichida ishtirokchilar ona vatan mavzusida diktant yozish orqali o'z bilimlari, savodxonligi, yozma nutq madaniyati va ijodiy salohiyatlarini namoyon etdilar. Tadbir nafaqat o'quvchilarning savodxonligini baholash, balki ularning ona tiliga bo'lgan hurmat va sadoqatini, milliy g'urur va ma'naviy dunyoqarashini namoyon etish uchun bir maydon bo'ldi. Bu kabi ma'naviy tadbirlar yoshlarda o'zbek tilining milliy birlik, tinchlik va taraqqiyot timsoli ekanini anglashga xizmat qiladi. Shu bilan birga jasorat sinflari misolida harbiy vatanparvarlikni til bilan uyg'unlashtirish, davlat tiliga sadoqat tuyg'usini yanada mustahkamlash imkonini beradi. Yakunda g'olib va faol ishtirokchilar tantanali ravishda taqdirlandilar. Ularga esdalik sovg'alari va tanlovning respublika bosqichida ishtirok etish uchun yo'llanmalar topshirildi. O'quvchilar tomonidan tayyorlangan namunali ko'rgazmalar, kuy-qo'shiqlar, she'riy chiqishlar va sahna ko'rinishlari yig'ilganlarga bayramona ruh bag'ishladi.